muxlislarimiz, biz bugun galdagi tabriklarimizni go'zallikda tegsiz mehrning eng chiroyli qizalog'imiz, ya'ni Dinora Poshshoni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Ya'ni birinchi navbatda bo'lajak turmush o'rtoqlari Lazizjon nomlaridan, undan tashqari esa otajonisi hamda ayajonlarini ularni tabriklab xursand qilamiz. Ajoyib tilaklar ham Dinora oyijon. Harakat. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar, barchaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Bugungi kunda tug'ilgan kun egalari, sohibalari mana shu koshonada nishonlayotgan barchani bugungi chiroyli bir ayyomlar bilan tabriklab, qolaversa ro'za-i Ramazon ulug' kunlari bilan muborakbod etamiz. Tutayotgan ro'zalaringizda Allohim savob va ajrini berishini Alloh taolodan so'ragan holatda orangizda bugun chiroyli bir tug'ilgan kuni sohibasi go'zallikda tengsiz qizalog'imiz, ya'ni Dinora Poshsho bor ekanlar. Ayyomlar muborak bo'lsin. Dinora Poshsho, biz sizni bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan, chiroyli kuningiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Endi to'g'rishingiz kerak bo'ladi. Sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganingizda. Menimcha sezyapsiz. Ayajoningizdan. Balkim boshqalardir. Tavakkal qilamiz, yana kimlar bo'lishi mumkin? Bilasiz? Albatta Dinora Poshsho tavakkal qildingiz. Albatta bu tavakkalingiz rost. Birinchi navbatda yoningizda turgan bo'lajak turmush o'rtog'ingiz Lazizjon nomida qolaversa danajoningiz hamda ayajoningiz nomida biz kelishimizdan oldin, ya'ni Lazizjon bilan bir muddat qolaversa dadajoningiz, ayajoningiz bilan bir muddat suhbatlashdik, gaplashdik. Ular bilan gaplashganimizda kimni tabriklaymiz bugun, kimni xursand qilamiz desam, ya'ni dadajoningiz, ayajoningiz qolaversa Lazizjon aytdilarki, dadajoningiz birinchi navbatda bugun siz meni poshshoyimni tabriklaysiz. Bugun siz meni mehribonimni, jondan aziz erkatoyimni, meni joni jahonimni, meni go'zalim, meni shirinim, meni farishtamni tabriklaysiz dedilar. Lazizjondan so'rasak, kimni tabriklaymiz desak, opajon, meni dunyolarga alishmaydigan bo'lajak turmush o'rtog'im. Hayotning pasti baland damlarida men bilan birgalikda hayot so'qmoqlardan o'tishga rozi bo'lib turgan jonajonimni tabriklaysiz dedilar. Albatta, oyijoningizdan so'raganimizda kimni tabriklaymiz desak, oyijoningiz aytdilarki, meni yagonam, meni onalik baxtiga muyassar qilgan, qolaversa otasi ikkalamizni xursand bo'lishimizga sababchi bo'lgan, tabassumimizga sababchi bo'lgan qizalog'imni tabriklaysiz dedilar. Albatta sizni bugungi ayyom bilan tabriklagan holatda tilaklar qatorida, ya'ni ota-onangiz aytdilarki, bugun chiroyli bir kun. Ya'ni men Dinora Poshshomga dunyoning eng chiroyli tilaklarini tilayman. Men Dinoradan roziman. Chunki mana shunday qizni tarbiyaladik, voyaga yetkazdik, umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Doimo mana shu tanlagan yori bilan baxtga, kamolga erishish tilakdoshimiz. Borgan joyida doimo hurmat e'tiborda bo'lsin. Biz chunki shunday tarbiya berganmiz qizimizga. Biz bugungi chiroyli bir ayyomda tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yana bir narsani iltimos qilamiz. Qayerda bo'lmasin, qayerda yurmasin, oilasini hurmat qiladigan, ya'ni qaynona qaynotalariga xizmatda bo'ladigan, biz bergan tarbiyani doimo oqlaydigan qizlar qatorida bo'lsin dedilar. Oyijoningiz bugun qanday sovg'a qilaylik, qanday sovg'a bilan xursand qilaylik desa, bugun qizalog'imiz, yo'q oyijon, sizlarning sovg'alaringiz kerak emas menga. Menga borliklaringiz kerak deb aytib o'tdilar. Albatta shunday bo'lsa-da bugun xursand qilmoqchimiz. Chunki bugungi kunda chiroyli bir ayyomda bizni soliha, muslima qizimizni shunday chiroyli kunlarga yetkazganiga Alloh taologa shukronlik aytamiz. Bundan keyin ham Qur'on o'qiydigan qizlar qatorida bo'lishi, muslima, soliha qizlar qatorida bo'lishi tilakdoshimiz. Hozirgi aytgan suxanlardan kelib chiqqan holatda doimo mana shunday qobil farzand bo'lishi tilakdoshimiz dedilar. Albatta nimaiki bo'lsa, nimaiki hayotida sodir bo'lmasin, doimo yoddan chiqarmasinki, qayerda bo'lmasin, men qolaversa ayajonisi yonidamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar
hozir biz u bilan birgamiz. Doimo uni baxti uchun, qolaversa hayotda tabassum qilishi uchun biz doimo yonida bo'lib turib beramiz dedilar. Albatta sizni bugungi ayyom bilan tabriklagan holatda birinchi navbatda Lazjon nomlaridan chiroyli bir guldastar uzatmoqchimiz. Gullarni qanday so'zlar bilan topshiraylik desam, dunyodagi eng chiroyli prinsessa uchun deb topshirasiz dedilar. Eng chiroyli xonim uchun chiroyli guldastarlar uzatamiz. Ayyamlar bo'lasiz. Can bo'lib do'st uyarlar, davraga sizni chog'lar, ko'zlarda mehr porlar. Endi joningiz, soy joningiz aytdilarki, bugun chiroyli bir kun. Lazjon bilan ilohim baxtga, saodatga erishishni xohlaymiz. Chunki qizimizni orzusidagi shahzoda keldi desak, adashmagan bo'lamiz deyishdi. Albatta, bugungi mana shunday chiroyli bir kunlaringiz bardavom bo'lsin. Dinora podsho, yana bir bora tabriklaymiz, muborak bod etamiz. Endi esa dadajoningiz, ayajoningiz chiroyli bir tilaklar qatorida yana bir narsalar, ya'ni chiroyli bir tilaklarimiz qatorida she'r o'qib bering deb iltimos qilganlar, o'qib bersam maylimi? Marhamat. Go'zal qizim, yagonam mening, kulguchingdan aylanay o'zim. Shunday go'zal baxt topkinki sen, yomonliging ko'rmasin ko'zim. Ro'molingni o'ragin qizim, asri Rabbim atolarini bir o'tinchim istig'forla yur, doim duo qilaman seni. Gulumdirsan yuragim kuchi, namozlaring qazo bo'lmasin. Amal qilgin bu inson burchi, qalb gavharing zanglab so'nmasin. Umidlarim kattadir sendan, sen Xadija Oysha bo'lasan. Qalbingdagi Qur'oning bilan ming hurlarga nur ulashasan. Beg'uborim, nurlikim mening, qiyomatda quvonchim bo'lgin. Qiynalganda gunohkor onang, Qur'oningla shafoat qilgin dedilarda, bugungi ayyom bilan chiqqanda muborakbod etamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Mana mehribon qizim, sen bilan hayotim juda go'zal. Mikrofonni Dinora podshoga uzatamiz. Dinora podsho ham nimadir demoqchilar, manimcha. Marhamat. Birinchi navbatda ayajon, buvijon, baxtimga sog' bo'lsinlar. Rahmat sizlarga. Va bo'lichkaga bor. Hammalaringizga rahmat sizga. Xolajon, rahmat sizga ham kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Shaxsan ham Sulaymon, sizlarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Hammalaringizga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Ayajonlari, dadajonlari, chiroyli bir tilak bildirmoqchi bo'lsalar, marhamat. Doim niyatlaringiz baxtli bo'l, umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz butun bo'lsin va siz bilan qo'shaqarib baxtli bo'lgan. Hamma niyatlaringiz yuzaga kiradi. Sen bilan hayotim juda go'zal. Дорогая моя внученька, самая любимая, самая красивая, сегодня твой день. Дай Бог, чтобы это не последний был день рождения, чтобы каждый год так отмечали, и чтобы в этот день ты была самой красивой, самой счастливой, самое главное, чтобы ты уважала своих родителей, и дай Бог тебе кончить учебу в университете, и чтобы была самой счастливой. С днем рождения тебя сегодня! Поздравляю тебя, семья! Будь счастлива с Лазисом! Желаю счастья большое! Давай, я тебя люблю. Lazjon ismlari davrada ko'p tilga oladi. Marhamat, Lazjonga uzatamiz. Nima deyman ayolim baxtimga sog' salomat, yuz yoshli nafslar, birga hayot to'siqlarini yengib yurish nasib qilsin.
opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring, baxtimizga sog' bo'lib yuring. Qo'shqo'lim barcha tashrif buyurgan mehmonjonlar nomidan chin qalbimizdan muborak ibod etamiz. Denarim bo'lsa, umringiz uzun bo'lsin. Nimaiki orzu istak qilgan bo'lsangiz, barchasi amalga oshishi tilakdoshimiz albatta. Endi esa sizga yana bir sovg'a, ajoyib sovg'a, ya'ni yaqinlaringiz qolaversa, bo'lajak turmush o'rtog'ingiz nomidan Denarim oy bilan hayotimiz shirinlikda shirin mazali tortgan bo'lsizliklarda eng shirin o'zingizga o'xshagan mazali tortlarni maxsus siz uchun tayyorlashgan. Marhamat shirinligimizni olib kelamiz. Denarim bo'lsa, biz nafaqat qarindosh urug'laringiz, do'stim, birodarlaringiz nomidan, qolaversa bu mening onam tabrik agentlik jamoasi nomidan ham chin qalbimizdan muborak ibod etamiz. Umringiz uzun bo'lsin, doimo bugungidek tabassum, kulgu hayotingizda tark etmasin. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. نازنین مرچه میانم کشما گل من غنچه دهانم به شما نازنین مرچه میانم